Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, qadrli podpisчиктер. Bizning YouTube ijtimoiy tarmog'ida kuzatib keladigan obunachilarimiz bugun 17-aprel 2025-yil sizlarga reklama ko'p beradigan mashinamiz. Ko'pchilik obunachilarimizni yoqadigan va izlab topib bilmay yuradigan variant, ya'ni Nexus 3 avtomat korobka savol paydo bo'lishi mumkin. Nima uchun izlab topib bilmaydilar? Nexus 3 avtomat ko'p-ku deyishingiz mumkin. Lekin videomiz davomida nima uchun lekin bila olsangiz bo'ladi. Bu mashinamiz 2018-yil 19-yil salondan chiqqan, kuzovlar 19 olgan. O'zsen diskalar yumshoq bo'ldi, ustunovka qilingan. Mashina sosteniyasi zo'r. Dim idealniy sosteniyada ko'rishingiz mumkin. Yechenda qirchiq, defekt, kamiz joylari yo'q. Eng qiziqli yeri mana salonda. Bejli salon, ko'pchilik Mercedes salon deb aytadi. Teylarni semdi poliklari bor. Mashin 107 ming kilometr masofani bosib o'tgan 3-pakalyan metan gaz monitorlari. Nastreniya yo'q vaqtda mashina minsangizda salonni ko'rinishdan nastreniyangiz diklanib ketaveradi. Xo'sh, obunachilarimiz, haydash uchun polniy tayyor, hech yerda rasxoti yo'q. Endi sizlarga kraskasi haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, shu bir yon taraf kolenanda kraskasi bor. Eshigi, krelni bu yon taraflari boshqa hamma joyi rodnoy. Keyin narxi obunachilarimiz sizlar uchun 110 million so'm etib sotib qo'yganmiz. Endi bu aytilish bahosi bemalol kelib turib, ustunda naqd pul olsa, kredit olsa ham savdo qilib olsangiz bo'ladi. Va yana bir qiziqli yeri, bu mashinamizdan Pliamoy egani o'zi bilan gaplashib turib, 1 yildan 2 yilgacha nasiya savdo varianti asosida xarid eta olsangiz bo'ladi. Nasiya savdo varianti va avtokredit varianti qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizlar bilan bog'lansangizlar, sizlarga to'liq ma'lumot beramiz. Ya bo'lmasa, manzilimiz Urganch yo'llar yo'lida Sputnik svetoforning yonida joylashgan. Avtosiyaga kelsangizlar, mashinamizni ko'rib, haydab ko'rib, yoqadigan bo'lsa, xarid eta olsangiz bo'ladi. Avtokredit boshlang'ich to'lovi 20 million so'm, notariuskaga hamma xarajat shuning ichida bo'ladi va 3 yilgacha kredit asosida olsangiz bo'ladi. Nasiya savdoti bo'laman desangizlar, boshlang'ich kamida 40 million so'm bersangizlar, qonuni 1 yildan 2 yilgacha chalon vaqt olishlaringizga qarab, qancha muddat olishlaringizga qarab narxini kelishib olsak bo'ladi. Qiziquvchilar bemalol kelaversa va bizda boshqa har xil turdagi mashinalar bor va mashinalarimiz sotilib turibdi. Bemalol sotiladigan mashinalaringiz bo'lsa ham aytgasangizlar, reklama aytib, zo'r narxlarda sotib beramiz va o'zlarimiz ham nalichlar yashirib bersangizlar olib qolamiz. Mesela kanalga obuna bo'lib qo'yinglar yangi bo'lsangizlar va videomizni like bosib kuzatish esdan chiqmasin. Nexus 3 izlab yurgan do'stlaringizga videoni tashlab qo'yasizlar.